Ushbu lokatsiyada so'nggi kunlarda sotuvga chiqayotgan kvartiralar juda ham tez sotilyapti, chunki talab juda ham yaxshi. Xo'p, keling hozir siz bilan tezgina room turimizni ko'rib olamiz va obzor davomida sizga to'liq ma'lumot berib o'taman. Xo'p, 120 metr kvadratni tashkil etadigan ushbu kvartiramiz noldan, ya'ni korobka holatidan hozirgi mana shu ko'rib turgan holatingizgacha har bir detallariga e'tibor bilan ta'mirdan chiqqan. Bu payqaganingizdek bizda mehmonxonamiz bo'lyapti. Chiroyli, hashamatli mana shunday stol-stullar, stol-stulga yarasha chiroyli lyustralar ham qo'yib o'tilgan va katta TV zonani ham ko'rishingiz mumkin. Televizorlarimiz ham katta. Xo'p, kvartiramizda 3 ta xonadan tashqari mana shunaqa chiroyli kattagina holimiz bor. Bemalol kundalik mana shu yerda o'tirib, maza qilib televizor tomosha qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerda bizda kirib kelish eshigimiz bo'lyapti. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham dizaynlarga alohida e'tibor beramiz. Juda ham chiroyli podsvetkalar, ranglar bir-biriga yaxshi kombinatsiya qilingan. Xo'p, keling, bu burchakda bizda uy bekalarimizga juda ham yoqadigan kvartiramizning oshxonasi bo'lyapti, ko'rishingiz mumkin. To'liqligicha tepli pol isitish tizimida, undan tashqari radiatorlari ham qo'yib o'tilgan. Umuman gluxoy xonalarimiz yo'q. Undan tashqari kvartiramiz ideal holatdagi skvoznoy planirovkaga ham ega. Domning ikkala tomoniga ham derazalarimiz chiqyapti. Keling endi bolajonlar uchun mo'ljallangan 2 kishilik yotoqxonamizni ko'rib o'tamiz. Yotoq mebellar, tumbuchkalar, chiroyli hamma narsasi qo'yilgan va ikkala tomonda ikkita bolamizga dars qilishlari va kompyuter qo'yishlari uchun ajoyib sharoit qilingan. Kvartiramiz Samarqand shahri Ibn Sino ko'chasi, ya'ni aeroportga ketaverishda Yuksalishning shundoqqina yonida bo'lyapti. Yuksalish supermarketining shundoqqina yonida. Mana bu xonaga e'tibor beramiz. Bu kvartiramizning kattalar uchun mo'ljallangan asosiy yotoqxonasi, yotoq mebellari, podsvetkalar, shkaflar. Bu yerda marhamat, ko'rishingiz mumkin, jurnalin stolik, xullas juda ham yaxshi dizayn bo'yicha yaratilgan. Xo'p, endi esa kvartiramizning sanuzlarini ko'rib o'tamiz. Juda ham ko'p kishi so'rashadi, alohida sanuzul bo'lsin deganlar uchun marhamat, sizlarga chiroyligina kvartiramiz sizga yoqqan bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va telefon raqam qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.